Şundaq. Prezident Trump soda maceralarını, soda talaş tartışlarını bu yol bilen hal qilishni xalimidi. Çünkü yuqori qatlamda söhbət orqali hal qilish funksiyasi qurishni taklif qildi. Bu yolga sobiq prezident Obama hükümeti ümit bilan qaragan. Prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin o'xshashla Amerika Jungo o'rtasidagi munosabatlarni dialog orqali hal qilishga urinib ko'rdi. Keyin bayqadiki an'anaviy dialog shaklida masala hal qilish Jungo tarafning vaqtni kayniga so'raydigan va Amerikani aldaydigan qiltig'i yoki aldamchiligi ekanligini tonib yetdi. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati mana shunda tonib yetdi. Nima deydi? Jungo o'rtasidagi munosabatlarni dialog orqali hal qilishga urinib ko'rdi Jungo. Keyin bayqadiki Amerika taraf bayqadiki an'anaviy dialog shaklida masala hal qilish Jungo tarafning vaqtni kaniga so'raydigan va Amerikani aldaydigan qiltaq ekanligini tonib yetdi. Şunlaşqa Amerika Jungo dialogu söhbət funksiyasi 3 oylik fəaliyyət qilib to'xtadi. Esingizdə bo'lishi kerak, o'tgan yil 11 ayning 30-kuni bu funksiyaning harakatdan to'xtaganligini jakardi. Prezident Trump hukumati nayt jiddiy bir usulni, jumladan soda adolatsiz to'g'risi soda adalati to'g'risidagi qonunning 301-maddasini harakatga keltirib, davlat bexatarligi uchun shu qonunning 232-maddasini harakatga keltirib, yer shari bo'yicha kapolat berish tadbirlarida sabab qilib, 201-moddani ishlatib, Jungodan import qilingan tovar mallarni cheklash, eg'ir boj qo'yish, jazolash xarakterlik boj qo'yishni yo'lga qo'ydi. Amaliyat Amerika Jungo soda urushi 2017-yilda boshlangan. 2018-yili bargan siri keskinleşdi. Urush soda urushi 2017-yilda boshlandi. 2018-yili bu urush soda urushi bargan siri keskinleşdi xolos. Jungodan import qilingan mallarni cheklash bu faqatli birinchi qadam. Kelar qatam Amerika, Yevropa İttifaqı, Yaponiya qatarlıq davlatlar bilan qo'l tutishib, Jungo hukumati bozorga ko'p aralashib oldi deydigan gapni sabab qilib, Jungoning bozor egiligi o'tgan davlatlik o'rnini inkor qiladigan bo'lsa, bu ish Jungoning kelgusida to'kmi qilib setishga qarshi arz qilishga duch keladiganligidan darak beradi. Tökme qilib setish qarshi turishga muvofiq keladigan erkin bozor egiligi o'tgan davlatlik o'rniga ega 3-davlatning sonliq ma'lumoti bo'yicha baho bekitishni hargiz Jungoning o'zida ishlab chiqarilgan va uning ketgan dasmoyi bo'yicha baho qo'ymaslik, hisoblamaslik buning eng oxirgi qaror natijasi 2-ayning 16-kuni e'lon qilindi. Bu yerda davat qilgan vatandoshlar nima deydi? Bir davlat soda qilganda agar eliq o'ringa erkin bozor va egiligi o'rniga ega bo'lanmasang, sening to'kma qilib setish huquqing yo'q deydi. To'kma qilib setish huquqing yo'qkan sening o'rniga 3-davlat o'tadi deydi. Hatto sendan kirayotgan import qilingan tovar mallarga baho qo'yish 3-davlat qo'ygan baho bilan o'xshash bo'ladi. Demak, hozir Jungoning bu yer nima deyapti? Chet elga chiqarilgan, import qilingan, eksport qilingan tovar mallarga Jungoning baho qo'yish huquqi yo'q deydi. Jungolik apandilar. Hozir Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida To'rpanda 1 kilogram üzümning bahosini sizlar belgilayapsizlar. Uyg'ur dehqonlari emas. Demak, bu bahoni kamsitish. Bahoni kamsitish. Xitoyning qo'lidan 1 kilogram üzümni 2 yuanga sotib olsanglar, Uyg'urning qo'lidan 1 kilogram o'xshash üzümni 1 yuvanda sotib olding. Bu baho orqali zulm silish. Endi navbat bu yerga keldi. Hali Uyg'urlarning maqol tamsili bor-ku. Chamg'oning o'risi bor. Hocamның hocisi. Mana hocamның hocisi nima deyapti? Sening chet elga chiqargan eksport tovarlaring biz import qiladigan tovarlarni 3-davlatning shu holdagi ahvoli baho bilan baho qo'yamiz. Sening baho qo'yish huquqing yo'q. Alayh.
Cüngünü rekabetçi devlet dep bekitdi. Amerika Qo'shma Shtatlari hökuməti Cüngünü rekabetçi devlet dep bekitdi. İqtisad sahasida rekabetçi. Savdo urushi bu hargizmi ahirgi nishon emas. Diqqat vatandaşlarım. Amerika Qo'shma Shtatlari hökuməti Cüngünü rekabetçi devlet dep bekitdi. İqtisad sahasida rekabetçi. Savdo urushi bu hargizmi ahirgi nishon emas. Prezident Trump hükümeti Cüngü bilen rekabetlişke irade bağlıdır. Prezident Trump hükümeti Cüngü bilen rekabetlişke irade bağlıdır. İqtisad sahasındaki en zor qoğdugucu kural bu pul birliki uruşudur. İqtisad sahasındaki en zor qoğdugucu emas, keçiringlar ama qoğdugucu emas. İqtisad sahasındaki en zor kırgıcı kural bu pul birliki uruşudur. Bu pul birliki uruşudur. Dikkat vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlar dollardan paylanıp yarışari pul birligi bazarida 61%'dan artıq mutlaq norma üstünlüğüne erişken. Amerika Qo'shma Shtatlari dollardan paylanıp yarışari pul birligi bazarida 60%'dan artıq mutlaq norma üstünlüğüne erişken. Şuna oyun oynap hazır yarışari pul birligi bazarda faqat 5% normaga erişken xalqarada obrot qilinadigan pul qatoriga dahi kiralmagan, xalqaro ayrıvaşlash tegişiş mümkün bolmagan, xalqaro bozorda mush atalmaydigan xalq puli qo'l yandırışqa endi chorasizdir. Yaqinda dollarning ayrıvaşlash qiymati tushib ketdi. Del hazır bugün şu mesele buluvatı torbettirdi. 6 koy mo idi, hazır 6'da 2'ye düştü. Demek bu yerde Xitay pulunun kıymeti üsüvatıdı, dollarının kıymeti düşüvatıdı değil. Ma cümleye dikkat kılın vatandaşım. Ameliyatı xalq pulunun kıymeti östü. Östü, lekin ösken bilen xalq puli mundaq ösüşni hazem kılalmaydı. Dikkat vatandaş. Demek bugün dollarının kıymeti düştü. Xalq pulunun kıymeti östü. Ösken bilen deydi, bir yerde başma kaldı, dünya gezdiğimi deydi. Xalq puli bundaq ösüşni hazem kılalmadı ve kılalmaydı. Hazem kılalmadı ve kılalmaydı. Cüngü mutaxassisleri mundaq görsetti. Cüngü mutaxassisleri mundaq görsetti. Cüngü mutaxassisleri mundaq görsetti. Eğer dollar bilen xalq puli yarışari pul muamele bazarida bir-biriga do'tikib tabakaga tushadigan bo'lsa, Cüngü buning uchun muqarrar boshqa turishga duch keladi. Hatta o'tgan 40 yilda jug'lagan tashqi provodni hajib etishga duch keladi. Cüngü halaqadak do'tikib tabakaga tushsa, boshqa turishga doğru keladi. Hatta o'tgan 40 yilda jug'lagan tashqi provodni hajib etishga duch keladi. Alaşar. Oyun degan mana mayada do'stim, vatandoshlar. Çatak mana mayada. Bunda qilganda xalqaro bozorda kapital iqtidordan mahrum bo'ladi. Ham so'zlash huquqidan mahrum bo'ladi. Demak, po etishdan. So'zlash huquqi degan xalqaro jamiyatda, xalqaro so'rinda po etish huquqidan mahrum bo'ladi. Kapitaldan mahrum bo'ladi. Eg'irlik darajasi qayerda ekan vatandoshim? Oyundan bu işten ağırlık derse qayerda siz yani qayt dikkat kılıp xafa olmay, benim zorlu dediğime ya talep kıldı demey, muş leksiyani qayt anlayıp bu New York'ta neşr kılınan dünya gazetesi Xitay tilida şunun baş makalesi. O gazete her gündegidek bir parça baş makale ilan kıldı, şunun baş makalesi. Hazır bir yerde pul uruşu, intayın 43 kural. Zor 43 kural da var. Pul birliki uruşu. Yani dollar bilen Xitay pulu xalq pulunun uruşu değil. Şuna Cüngü ahırda xalqaro sorundu çoğun sözleş huquqidan mahrum bo'ldi. Cüngü rahbarlik qatlimi agar vaziyatni tonaydigan realizmchilar bo'ladigan bo'lsa,
Cungo rehberlik katlı başmakalın ahırdım deydi. Cungo rehberlik katlı mı? Eğer vaziyetini tanıydıgan, realizmçiler boladigan bolsa, Prezident Trump'nın soğudu uruşuğa ve pul birligi uruşuğa fakat simvollik öç eliştiler kollanıp, sen onda kılalım için ben manda kılman depla, simvollik şekilde öç eliştiler kollanıp, hergizma umumiyüzlük Amerika karşı soğudu uruşu kozgamaydı. Kendiniz mi? Eğer Cungo rehberleri akıllık bulduğun bolsa, realizmçi bulduğun bolsa, fakat bu katımkı soğudu uruşu mezgili Amerika karşı simbol karakterlik bu uruşu kılıp koyduk ki, lekin Amerika karşı umum yüzlük soğudu uruşu kozgamaydı. Akıllık bol Cungoluk davatı da başma kaldı. Aklını işlet davatı. Lekin bir yerde aklını Cungo işiltip oldu menimce hazır. Bu ahırkı çek başlı dedi bana. Saudi Ministeri Amerika koşma işlettirirdin. Saudi uruşu kündü bulavatırdı dedi. Hazırgıça dedi ne mi dedi. Biz Amerikalıklar hücum koşurap geldik. Hem de nöbet bizge geldi. Biz hem de zerbi birimiz de var. Dikkat vatandaş.